Assalomu alaykum. E'tiboringizda Farg'ona 24 informatsion dasturi. Ijodiy guruhimiz bilan birgalikda kunning muhim voqealiklari va ularning tafsilotlari, shuningdek, ma'lumot va xabarlarni taqdim etamiz. Studiyada Shahnoz Saidjonov. Farg'ona viloyati hokimining tashabbusi bilan Uchko'prik tumanida eng ilg'or terimchi 2020 ko'rik-tanlovining navbatdagi bosqichi bo'lib o'tdi. Mazkur tanlovda viloyatimizning 14 ta tumanidan 40 dan ziyod ilg'or terimchilar faol ishtirok etganliklari e'tiborga loyiq. Paxtazorda ana shu mohir terimchilar shijoatiga guvoh bo'lgan muxbirimiz Nurbek Mirzayev xabari shu haqda. Bu yil Farg'ona viloyatida 85 ming gektar maydonda paxta hosili yetishtirildi. Bunda tinib-tinchimas mehnatkash xalqimizning, dehqon va fermerlarimizning o'rni katta bo'ldi. Endilikda yetishtirilgan oq oltinlarni tezroq yig'ib terib olish kerak. Shu maqsadda joylarda ilg'or terimchi musobaqalari o'tkazilmoqda. Ularning navbatdagisi Uchko'prik tumanida tashkil etildi. Musobaqada ishtirok etish uchun 14 ta tumandan 42 nafar eng faol terimchilar kelishdi. Yusupov Isoqjon zamini fermer xo'jaligi dala maydonida ular o'zlarining nimalarga qodir ekanliklarini yana bir bor namoyon etdilar. Ona mehri, ayollik latofati toplangan guldek nozik barmoqlar g'o'za chanoqlariga borib kelar ekan, unda o'ziga xos chaqqonlik, oliyjanoblik, oilasiga va yurtiga mehr-muhabbatni ilg'ash qiyin emas. Dehqon fermerlarimizga ham rahmat. Shunchalik yaxshi paxtalar yetishtirdik. Xudo xolasa biz harakat qilyapmiz. Lekin mag'lub bo'lsak ham xafa bo'lmaymiz. Endi hamma o'zi uchun teradi, mukofot uchun emas. Kunning birinchi yarmi yakunlandi. Terilgan paxtalar tarozidan o'ta boshladi. Hakamlar hay'ati a'zolari tomonidan bu alohida e'tibor bilan kuzatib borildi. Shundan so'ng terimchilar to'kin dasturxon atrofida jam bo'lishdi. Qozonda osh damlandi. Viloyatimizdagi taniqli san'atkorlar ijrosidagi qo'shiqlar, qiziqarli askiyalar tanlov ishtirokchilariga yanada ko'tarinkilik ulashdi. Viloyat hokimimizning tashabbuslari bilan har yili viloyatda eng ilg'or terimchi ko'rik tanlovini viloyat bosqichi o'tkaziladi. Mana o'tgan hafta Oltiariq tumanida xuddi mana shunday ko'rik tanlov o'tkazilganida, hatto terimchilarimiz 14 ta tumandan 42 nafar terimchilarimiz ishtirok etgan bo'lib, mana jami 6 tonnaga yaqin paxta xirmoniga o'zlarini hissalarini qo'shgan edi. Mana bugun esa ko'rik tanlovi mana Uchko'prik tumanini fermer xo'jaligida o'tkazilyapti. Kayfiyatlari a'lo. Chunki Uchko'prik tumani hokimligi tomonidan juda ham bir chiroyli tashkil etildi. Ayniqsa ularda madaniy hordiq chiqarishlari ham. Ular hamma terimchilarimiz maza qilishib hozir o'sha tushli paytda hordiq chiqarishi mana hozir endi obeddan keyin yana o'zlarini o'sha mehnatlariga tushib ketishdi. Yurtimiz iqtisodiyoti, xalqimiz turmush farovonligi yuksalishi, qishloq va shaharlarimiz obod bo'lishida, sanoatning taraqqiy etishida paxtaning o'rni beqiyos. Shu ma'noda dalalarimizda yetishtirilgan hosilni o'z vaqtida va sifatli yig'ishtirib olishga harakat qilinmoqda. Bunga musobaqa ishtirokchilari ham o'z hissalarini qo'shdilar. Yakunda esa hakamlar hay'ati a'zolari tomonidan g'oliblar e'lon qilindi. Furqat tumanidan kelgan Dilafruz Jalilova hamda Beshariqlik Sevara Qo'shmatovalar 3-o'rinni va 5 million so'mdan pul mukofotlarini qo'lga kiritishdi. Uchko'priklik Jamila Komilova hamda Bag'dodlik Mushtariy Siddiqovalar 2-o'ringa hamda 7 million so'mdan pul mukofotlariga ega bo'lishdi. Yozyovonlik Iroda Mamadaliyeva hamda Dang'aralik terimchi Odina Xudoynazarvalar esa 1-o'rin va 10 million so'm pul mukofotlari bilan taqdirlandilar. Biz Dang'ara tumanidan keldik. Bugungi mana paxta terimi juda ham qiziqarli o'tdi. Har xil sovg'alarni oldik. Biz bundan juda ham xursandmiz. Xudoynazarova Odina xonim gapirmaydilar, lekin har xil hunarlari bor. Terimchilar ichida eng birinchilikni oldilar. Ham chevarlar, ham salonchilar. Bu hunarlari juda ham ko'p. Mana birinchilikni oldik, mukofotimizni oldik. 10 million so'm naqd berishdi. Kelib ularni naqd oldik. Mana hozir hammasini yig'ib, bizlarga 10 million 800 ming pulini ketyaptilar. Shu kuni barcha musobaqa ishtirokchilariga viloyat hokimligining qimmatbaho sovg'alari topshirildi. Bundan tashqari joyning o'zida tijorat banklari tomonidan terim pullari tarqatildi. Kuy-qo'shiqlar esa shodiyonalarga o'zgacha ruh bag'ishladi. Dasturlarimiz davomida tanlov tafsilotlari bilan batafsil tanishishingiz mumkin. Bugun qurilishlar uchun zarur bo'ladigan materiallarning xavfsizlik me'yorlari qanday? Sifati-chi? Metall mahsulotlarining aholi sog'ligi, hayoti va mol-mulkiga zarar yetkazmasligi uchun nimalarga e'tibor qaratilishi muhim? Hamkasbim Ilhom Ishmatov bu savollarga o'z lavhasida javob topishga harakat qildi.
Farg'ona shahridagi yangi mavzeda 16 qavatli ikkita zamonaviy uy barpo etilmoqda. Monolit shaklda temir betonlardan quyib ko'tarilayotgan mazkur uy-joylarning asosi, ya'ni qovurg'asini esa albatta metall mahsulotlari, jumladan armaturalar tashkil etadi. Quruvchilar mamlakatimizda ishlab chiqarilgan eng sifatli armaturalardan foydalangan holda uylarning asosini to'qib chiqmoqdalar. Shundan keyingina maxsus opalubkalar ko'magida beton qorishmasi quyiladi. Bunday texnologiya butun dunyoda ommaviylashgan bo'lib, Turkiya tajribasi tariqasida tan olingan. Mamlakatimizda esa metall mahsulotlarining aholi hayoti, sog'ligi va mol-mulkiga zarar yetkazmasligi ustidan qat'iy nazorat o'rnatilmoqda. Bu jarayonlarda atrof muhit muhofazasi, resurslarni tejash, iste'molchilar va davlat manfaatlarini himoya qilish standartlashtirishning asosiy maqsadlari etib olingan. Jumladan metall ishlab chiqarish korxonalari tomonidan amaldagi texnik jihatdan tartibga solish, normativ hujjatlariga rioya etilishini nazorat qilish, ishlab chiqarishda texnologik jarayonni, shu jumladan xomashyo va tayyor mahsulotlar laboratoriya sinovidan o'tkazish hamda mahsulotning xavfsizlik me'yorlariga muvofiqligi, shuningdek mahsulot tarkibi, markasi va sifati to'g'risidagi ma'lumotlarni iste'molchilarga yetkazilishi talabi qo'yilmoqda. Bu Vazirlar Mahkamasining 89-sonli qarorida 1-iyuldan induksion pechlardan foydalanish taqiqlandi. Buni sababi induksion pechlarda shu metall mahsulotining tarkibida bo'ladigan zararli moddalar. Bu zararli moddalarni kamaytirish yoki ularni yo'q qilish imkoniyati yo'q. Tasvirga olish guruhi bilan Farg'ona shahridagi ikkilamchi buyum bozoridamiz. Mana bu uchastkada tadbirkorlik subyekti metall mahsulotlari bilan savdo tashkil etgan. Qurilishda zarur bo'lgan quvurlar, armaturalar, burchaklar, protoklar to'plam va buxtalari yakka tartibda uy-joy qurish bilan shug'ullanayotgan xaridorlar tomonidan xarid qilinmoqda. Biz esa tadbirkorni suhbatga chorlaymiz. Siz nima deb o'ylaysiz? Hozir shu yerga qo'yilgan mahsulotlarimiz qaysi biri shu zamon talabiga, o'zi texnik talablarga javob beradi, qaysilari u qadar emas? Asosiy hammasi sertifikat bilan beradi, hammasi javob beradi. Mutaxassislar aytishyapti, Namanganda ishlab chiqarilgan, Farg'onada ishlab chiqarilgan metall mahsulotlarning sifati u qadar emas deb aytishdi. Bizda ular yo'q-da. Ulardan sotmaymiz. Faqat Namanganda ozgina assortiment bor xolos, kvadrat ularni aytib sotamiz, ular sertifikat so'rashmaydi ham. Hali yuk tushmaydigan, nagrusi bo'lmaydigan ishlarga ishlatishadi. Gap shundaki, hukumat topshirig'iga ko'ra o'rganish jarayonida respublikada qora metallar lomi va chiqindilardan tayyor mahsulot ishlab chiqaruvchi 94 ta korxona aniqlangan. Ulardan 25 tasi metall prokatidan qurilish uchun mo'ljallangan mahsulotlar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan. Shu bilan birga korxonalarning 38 tasi induksion pechdan foydalanishi aniqlanib, ular hukumat qarorining talablariga muvofiq qurilishda foydalaniladigan metall mahsulotlarni ishlab chiqarmaslik borasida tushuntirish va ogohlantirish olganlar. Shuningdek, davlat nazorati tadbirlari doirasida bozorlardagi mahalliy metall ishlab chiqarish korxonalari mahsulotlari sifat va xavfsizlik me'yorlariga rioya etilishi o'rganildi, hamda 52 ta mahsulotdan 40 tasi tartibga solish normativ me'yoriga nomuvofiq ekanligi aniqlandi. Andijon, Namangan va Samarqand viloyatlarida o'tkazilgan nazorat tadbirlari natijasida 4 ta mahalliy korxona negizida ikkilamchi metall, ya'ni metall lomdan ishlab chiqarilayotgan tayyor mahsulot talabga javob bermasligi aniqlangan. Xalq tilida temir bozorlari deb ataluvchi Farg'ona savdo shoxobchalaridagi o'rganishlar ham bevosita ikkilamchi metalldan ishlab chiqarilayotgan metall mahsulotlari, jumladan armaturalar xaridida adashmaslik, iste'molchi va metall savdosi sohasidagi tadbirkorlarni kiritilayotgan yangi me'yor va talablar bilan tanishtirish. Bu jarayonlarda iste'molchilar huquqlarini himoyalashga qaratilgani bilan ahamiyatli. Bu borada Farg'ona viloyatida ham soha mutaxassislari doimiy monitoringni yo'lga qo'ymoqdalar. Shu kuni metall savdosi bilan shug'ullanuvchi shoxobchalardagi sotuvchilar bilan ham mahsulotlar sifatida, ularni ishlab chiqaruvchi korxonalar, tavsiyalar haqida ma'lumotlar so'radik. Chunki qurilish inshootining asosini tashkil etuvchi metall mahsulotlariga sifat talablari tobora ortmoqda va aholi salomatligi, insonlarning hayoti xavfsizligini ta'minlash sohaga daxldor idoralarning kun tartibidagi dolzarb masalasiga aylanyapti. O'rganishlar esa qurilish industriyasining o'ta muhim xom ashyosi sanalgan sement mahsulotlari ishlab chiqarish va ularning savdosini tashkil etish borasida ham olib borilmoqda. Bunda standartlashtirish agentligi departamentining xodimlari bilan birga iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyati vakillari ham faol qatnashmoqdalar. Xabaringiz bor, joylarda xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, ularning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy hayotdagi roli, faolligini oshirish maqsadida xotin-qizlar kengashlari tashkil etildi.
Belgilangan tartibga ko'ra, tuman va shaharlarda kengash a'zolari soni 15-25 nafarni tashkil qilishi lozim. Farg'ona shahar xotin-qizlar jamoatchilik kengashi ham 25 nafar shaharning ilg'or ayollaridan iborat tarzda shakllantirildi. Navbatdagi lavhamizda kengashning birinchi majlisi haqida so'z boradi. Bu kabi jamoatchilik kengashlari o'z ishini jamoatchilik asosida olib boradigan doimiy faoliyat yurituvchi maslahat kengash organi hisoblanadi. Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, ularning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, ijtimoiy-siyosiy hayotdagi roli, faolligini oshirish bo'yicha takliflar ishlab chiqish xotin-qizlar kengashlarining asosiy vazifalaridandir. Shu asosda bo'lib o'tgan Farg'ona shahar xotin-qizlar jamoatchilik kengashining birinchi majlisida ayollarning jamiyatdagi ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, huquq va manfaatlarini himoya qilish hamda ularning o'zlarini ham o'rgatish kerakligi kabi masalalar muhokama qilindi. Qolaversa, ba'zan ayollarning ayol nomiga xilof tarzda ish tutishlari, ular tomonidan sodir etilayotgan jinoyatchilik holatlari qattiq qoralandi. Buning kelib chiqish sabablari nimada ekanligini o'rganish hamda jinoyatlarning vaqtida oldini olish borasidagi muhim masalalar ham o'rtaga tashlandi. 25 nafardan iborat Farg'ona shahridagi faol ayollar, demak ular ichki ishlar tizimidan o'sha ayollarni zo'ravonlikka uchragan ayollarni himoya qilish reabilitatsiya markazi vakillaridan, faol shifokorlar, o'qituvchilar, huquq tartibot organlari vakillaridan iborat 25 nafardan iborat jamoatchilik kengashi bugun yig'ilish o'tkazyapti. Bu kengashning asosiy maqsadi xotin-qizlarni qonuniy manfaatlarini himoya qilish, ularni zo'ravonlikdan saqlash, ularni siyosiy bilimlarini oshirish, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan ayollarga ko'mak berish. Shuningdek, ayollarimizni, qizlarimizni bugungi kunda jamiyatning eng faol vakillariga aylantirish. Yig'ilishda jamoatchilik kengashi oldida turgan asosiy vazifalar va qilinishi lozim bo'lgan ishlar rejasi belgilandi. Bundan tashqari jamoatchilik kengashi tomonidan shahar mahallalardagi ijtimoiy ahvoli og'ir xonadonlarga yordam sifatida oziq-ovqat mahsulotlari topshirildi. Xalq dardi bilan yashash har bir deputatning o'z saylovchilari oldida turgan asosiy vazifalaridan biridir. Davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, har bir deputat xalq qabulxonalari bilan doimiy ishlab, o'z hududida yashayotgan aholi muammolarini tinglasa, xalqimizning ertangi kunga bo'lgan ishonchi ortib boraveradi. Hozirgi lavhamizda mavzu davom etadi. Darhaqiqat, bugun zamon o'zgardi. Odamlarning dunyoqarashi ham kengaydi. Shu bois ham endilikda deputat xalq manfaatlari tomonida turib, ularning arzu holiga quloq solishi, mahalliy idoralar rahbarlari va hokimlarning hisobotini eshitishi, qonuniy asosda ishlarni olib borishini taqozo etmoqda. Farg'ona shahrida faoliyat olib borayotgan O'zbekiston Xalq demokratik partiyasidan shahar kengashiga saylangan Bagir Abdurahmonov ham ana shunday shijoatli yosh deputatlarimizdan biri. O'ziga bildirilgan ishonchni oqlash uchun tinimsiz harakat qiladi. Muammolarni iloji boricha o'z vaqtida hal qilishga intiladi. Shaharning Oybek va Mirzo Ulug'bek nomli mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi yo'l chetlaridan ekilgan manzarali daraxtlar bir necha yillardan beri sug'orilmay qurib qolish holiga kelib qolgan. Ariqlar tozalanmasdan chiqindilarga to'lib ketgan edi. Ushbu muammo shu hududdagi aholini qiynab kelardi. Bugun ana shu masalaga oydinlik kiritildi. Deputatning sa'y-harakati bilan shahar obodonlashtirish idorasi hamkorligida hududga suv olib kelindi. Fuqarolarimiz ko'p yillardan beri ekin yerlarga sug'orish tizimida muammolar borligini keltirib o'tishdi. Shu sababdan biz Xalq demokratik partiyasi shahar kengashi deputatlari hamda Farg'ona shahar hokimiyati bilan birgalikda obodonlashtirish boshqarmasiga murojaat bilan xat bilan chiqdik va ular bizga irrigatsiya tizimi bilan hamkorlikda necha yillardan beri ishlamay kelayotgan suv nasoslarimizni qayta ta'mirlab ishlaydigan holatga keltirildi. Hozirda endi Oybek mahalla fuqarolar yig'ini hamda Mirzo Ulug'bek fuqarolar yig'iniga ekinzor yerlariga suvlar kirishni boshladi. Farg'ona shahri doimo o'zining go'zal tabiati, manzarali daraxtlari bilan kishilarni maftun etgan. Hatto kosmosga birinchi parvoz qilgan kosmonavt ham bunday yashillikni ko'rib farg'onaliklarga tasannolar aytgan. Ana shu an'anani bardavom etishda shahar obodonlashtirish boshqarmasi xodimlarining o'rni alohida. Shahrimizni obodonlashtirish ishlari bo'yicha, irrigatsiya ishlari hamda tozalik ishlari bo'yicha shahrimizda juda ko'plab joylarda mana qatnashib kelyapmiz hasharlarda. Deputatimiz bilan birgalikda mana mahallada anchadan buyon suv tizimi yo'lga qo'yilmaganligi sababli mana harakat qilib suv olib kirdik.
Darhaqiqat hududlarda atrof muhitni toza saqlash bugun nafaqat deputatlarimiz, balki har bir fuqaroning insonparvarlik burchi bo'lishi lozim. Zero musaffo tabiat sog'lom hayot demak. Endi esa xotin-qizlar bandligi masalasi diqqat markazimizda. Muxbirimiz Gulnora Yunusova Uchko'prik tumanida bu borada qilinayotgan ishlar tahliliga to'xtaladi. Rayhon Farangiz tekstil korxonasiga qarashli 3 ta sex o'z faoliyatini olib bormoqda. Birida bolalar, birida ayollar kiyim-kechaklar ishlab chiqariladi. Bundan tashqari xom ashyo, ya'ni gazlama ham shu korxonaning o'zida tayyorlanmoqda. Siz tasvirda ko'rib turgan ushbu dastgohlarda bir kunda 30-35 rulonga yaqin mahsulot to'qiladi. Asosiysi tabiiy va bu xarid qilingandan ko'ra ancha arzonga tushadi. Uchko'prik tumanida bugungi kunda xotin-qizlar bandligini ta'minlashga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu orqali esa ko'plab oilalar qo'shimcha daromad bilan ta'minlanishyapti. Siz tasvirda ko'rib turgan mana shu tikuv sexida ham 50 nafar ayollar bugun ish bilan band. Demak, 50 nafar xonadonga mana shunday qo'shimcha daromad kirib boryapti degani. Keling, bu yerda qanday mahsulotlar, trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarilayotgani bilan tanishamiz. Assalomu alaykum. Bu yerda qanday trikotaj mahsulotlar ishlab chiqarilyapti? Bizda asosan sezonga qarab ish chiqariladi. Yozda yupqa, qishda qalin. Keyin biz ko'proq chetga ham ish tikamiz. Masalan, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, zakazga qarab asosan ish tikamiz. Demak, yangi birinchi marta ishga kelgan qizlarga ish qanday tartibda o'rgatiladi yoki ularni ishga qabul qilish jarayonlari qanday kechadi? Kelgan qizlarimiz asosan yoshiga e'tibor beramiz. Masalan, o'sha nima ishlash yoshiga yetdimi yo'qmi unga qaraymiz. Keyin hali mashina tikamisiz deb sal tajribasiga qaraymiz. Maqsad bilmagan o'rgatamiz. Ularga oylik to'lash qanday tartibda amalga oshiriladi? Oyligimiz naqd, har oyda birinchi sanasida beramiz. Keyin ishlashiga qarab, eng kam ish haqimiz 1 million oladi, eng kami. Ag'a ishlashiga qarab. Mana shu manzilda ko'plab xotin-qizlar, shu bilan bir qatorda yosh qizlar ham aynan ish bilan mashg'ulligini kuzatish mumkin. Keling, ular bilan tanishamiz va ularning faoliyatlariga nazar tashlaymiz. Assalomu alaykum, xormang. Yoshingiz nechida? Yoshim 18da. Ruxshona. Necha yildan beri aynan mana shu yerda faoliyat olib boryapsiz? Aynan faoliyat boshlaganingizga qancha bo'ldi? Bu yerda faoliyat olib borayotganimga 3 oy bo'ldi. Tikuvchilikka o'zi oldindan qiziqarmidingiz? Xabaringiz bormidi tikuvchilikda? Ha, xabarim bor edi. Uyimizda mashina bor edi, tikardim. Bir oyda qancha daromad topyapsiz endi mana shu joyga ishga kirganingizdan so'ng? Shu tikishimizga qarab 1 million. Bundan ko'p ham olishimiz mumkin. Siz mamnunmisiz bugun? Ha, mamnunman. Kelajakdagi rejalaringiz qanday? Kelajakda o'qituvchi bo'lmoqchiman. Shu tikuvchilik sohasiga qiziqqanim bois shu sex ochmoqchiman kelajakda. O'zbekiston va Qirg'iziston Respublikasi xalqlarini birodarlikning o'ziga xos rishtalari bog'lab turadi. Asrlar mobaynida yonma-yon yashab, ular tarixiy, ma'naviy ildizlar, madaniyatlar, an'analar, odatlarning uyg'unligi bilan bog'langan. So'x tumanida Qirg'iziston Respublikasining delegatsiyasi bo'ldi. Jahongir Sobirovning tayyorlagan lavhasi aynan shu mavzuda. Batken tumani hokimi boshchiligida So'x tumaniga tashrif buyurgan Qirg'iziston delegatsiyasi tumanda amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari va diqqatga sazovor joylarni ko'zdan kechirdilar. Dastlab Sarikanda mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan tikuv fabrikasiga tashrif buyurdilar. Mazkur fabrikada ishlab chiqarilayotgan trikotaj mahsulotlarining sifati bilan tanishgan qo'shni tuman vakillari ushbu mahsulotlarni Batken bozorlariga ham olib chiqishni taklif berdilar. Mehmonlar tumandagi diqqatga sazovor joylardan biri Hazrati Ali ziyoratgohiga kelib, nuroniylardan So'xning tarixi, buyuk odamlari, urf-odatlari haqida qimmatli va qiziqarli ma'lumotlarni bilib oldilar. Barchamizga ma'lumki, So'x tumanini ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan rivojlantirish maqsadida davlat rahbarining qarori qabul qilingan va ayni damda qaror doirasida tumanda ulkan bunyodkorlik ishlari amalga oshirilmoqda. Qo'shni tuman vakillari Chashma mahalla fuqarolar yig'inida bunyod etilayotgan ko'p qavatli uylarni ham ko'zdan kechirib, zamonaviy tarzda bunyod etilayotgan mazkur inshoot loyihasi bilan yaqindan tanishib chiqdilar. Olis So'xda davlat rahbarining qarori bilan xalq manfaati yo'lida amalga oshirilayotgan ishlar mehmonlarda katta ta'sirot qoldirgani ayni haqiqat. Bugun biz Batken rayonining bir qator yetakchilari bilan kelib shu So'x rayonida bo'lib o'tgan ishlarni bizning ikki mamlakatning o'rtasidagi do'stlik, intimoqlikdan shu
дагынам чыңдалышы боюнча ошону менен биргеликте ушул биздин эки өлкөнүн ортосундагы биздин элдердин ортосундагы ынтымактуулуктун чыңдаш үчүн мындай бири бири менен мамилесини дагы болсо мындай чыңдаш үчүн биз жолугуп атабыз. Саид Бахрам Саидбурганович менен бир катар ушул жаңы курулуп аткан зданияларды, жаңы курулган объекттер менен тааныштык, курулган объекттер менен тааныштык. Мурдагы мен өзүм ушул Сок районуга жакын жерде жашагандыктан мурдагы Сок району жок, азыр башка райондун деңгээли өсүптүр, экономикасын өстүрүү боюнча мына бир катар ишканаларды ачуу боюнча мамлекет тарабынан ушул бийлик тарабынан көп нерселер жасалып атат экен. Биз дагы көрүп туруп биздин райондун ортосунда, эки райондун ортосундагы дагына мамилени чыңдаштын жолуну түзөбүз деген ойдабыз. Darhaqiqat O'zbekistonda so'nggi 3 yil davomida do'stlik tushunchasi yangi ma'no kasb etib, davlat ahamiyati darajasiga ko'tarilgani samarasi o'laroq qo'shni mamlakatlar bilan o'zaro hamkorlik, xalqlarimiz orasida esa do'stlik rishtalari yanada mustahkamlandi. Shuning uchun ham bugun O'zbekiston dunyo hamjamiyatining e'tiborida. O'zbekistonda olib borilayotgan insonparvarlik siyosati esa ular tomonidan e'tirof etilmoqda. Buni tumanga tashrif buyurgan qirg'izistonlik mehmonlar ham yana bir karra e'tirof etdilar. Qo'shni tuman vakillari Malbud mahallasida tashkil etilayotgan kichik sanoat zonasiga kelib, bu hududda tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadida amalga oshirilayotgan ishlar, yo'lga qo'yilgan ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati bilan tanishdilar. Qo'shni tumanlar rahbarlari savdo sanoat sohasida hamkorlik qilish, tumanda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni qo'shni mamlakatga eksport qilish masalalarini ham kelishib oldilar. Qirg'iziston Respublikasi Batken viloyati Batken tumanining rahbarlari va bir ishchi guruhi tumanimizga tashrif buyurishdi. Avvalambor bu ikki davlatni xalqlarini birlashishiga muhtaram prezidentlarimiz sababchi. Muhtaram prezidentlarimiz sa'y-harakati bilan bugun mana ikki xalq o'rtasida, qirg'iz-o'zbek xalqi o'rtasida do'stlik rishtalari mustahkamlanyapti. Mana bugungi o'sha Batken tumanining hokimi hurmatli Allanbek Urazovich boshliq delegatsiya keldi. Asosan bugungi uchrashuvimizdan maqsad birinchi o'rinda do'stlik. Do'stligimizni yanada mustahkamlash, ikki xalqni yanada birlashtirish. Shu bilan birga savdo-sotiq yo'nalishida, turizm yo'nalishida, boshqa ko'p tarmoqlar yo'nalishida biz maslahatlashib bir to'xtamga kelmoqchimiz. Bugun bizni tumanimizda ishlab chiqarish korxonalarini ko'zdan kechirishdi. Bundan tashqari amalga oshirilayotgan ishlarimizni ko'rishdi. Asosan shu yo'nalishlarda savdo-sotiq, turizm yo'nalishida va boshqa suv xo'jaligi yo'nalishi, ichimlik suvi, sug'orish suvi yo'nalishlarida ham biz yana bir qator birga maslahatlashib olmoqchimiz va ikkita rayonimizning xalqlarini manfaati, do'stligini yanada mustahkamlash bo'yicha barcha chora-tadbirlarda hamkorlik ko'ramiz. Bu kabi uchrashuvlarning tashkil etilishidan eng avvalo ikki davlat fuqarolari manfaatdor. Zero do'stlik rishtalarining yanada mustahkamlanishi, chegaralar ochilib qarindoshlarning diydorini ko'rish xalqimizning 25 yillik orzulari edi desak aslo xato bo'lmaydi. Shu sabab davlat rahbari prezident sifatida ilk faoliyatini boshlangandan so'ng qo'shni mamlakatlar bilan do'stona munosabatlar qayta tiklandi. Chegaralar ochilib, xalqimizning orzulari ushaldi. Jahongir Sobirov, Muhib Azamjonov, So'x tumanidan maxsus Farg'ona 24 informatsion dasturi uchun tayyorlandi. Qalbida vatanparvarlik ustuvor ijodkorning ichki his-tuyg'ulari qalb ehtirosi bilan yaratilgan asarlarida to'la namoyon bo'ladi. O'zbekiston Badiiy akademiyasi Badiiy ijodkorlar uyushmasi Farg'ona viloyati bo'limi ana shunday qobiliyatga ega usta rassomlarni birlashtirgan. Bu yil uyushmaning tashkil topganiga 20 yil to'ldi. Sana munosabat bilan Marg'ilon shahridagi Said Ahmad Xo'ja madrasasida o'tkazilgan tadbir xususida muxbirimiz xabar beradi. Ijodkor ahli hamisha atrofdan go'zallikni kashf etib yashaydi. Undan ilhomlanib boy tasavvur olamini borliqqa baxshida qilishga intiladi. O'zbekiston Badiiy akademiyasi Badiiy ijodkorlar uyushmasi Farg'ona viloyati bo'limida ana shunday noyob qobiliyatga ega usta rassomlar ko'p. Gennadiy Bogdanov, Alisher Hamidov, Lyubov Semizorova, Irina Batova kabi musavvirlar uyushmaning faol a'zolaridan.
Farg'onalik ko'p rassomlarimiz o'zbek tasviriy san'atini eng ilg'or peshqadamlari deb hisoblab kelingan. Hozirgi kunda ham ana shunaqa peshqadam ijodkorlar juda ham ko'p. Ayniqsa xalq amaliy san'atida yoki tasviriy san'atda oladigan bo'lsak, Rishton kulolchiligini bilmagan menimcha jahonda odam bo'lmasa kerak. Men juda ham xursandman. Hozirgi paytda iloji boricha viloyat hokimligi tomonidan ularning e'tibori sabab viloyatga yangi galereya uchun bino berilyapti. Ana shu bino men o'ylaymanki boshqa viloyatlarnikidan kam bo'lmaydi. Mana shu rahbariyat bilan birgalikda, qolaversa ijodkorlarimiz bilan birgalikda, hunarmandlarimiz bilan birgalikda mana shu yurt uchun, mana shu xalq uchun, qolaversa prezidentimiz aytayotgan o'sha mana shu yurtning kelajagi uchun birgalikda charchamasdan xizmat qilishimiz kerak. Milliy tasviriy san'atni yanada ravnaq toptirish, uning betakror maktab va an'analarini boyitib borish, ijodkorlarni har jihatdan qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish, ijodlarni yanada sayqal toptirishda astoydil mehnat qilishga undaydi. Tadbirda qatnashgan O'zbekiston Badiiy akademiyasi Badiiy ijodkorlar uyushmasi, O'zbekiston rassomlar ijodiy uyushmasi vakillari, viloyat hokimligi hunarmandlar uyushmasi, madaniyat boshqarmasi mutasaddilari tomonidan farg'onalik rassomlar haqida iliq fikrlar bildirilishi, uyushma a'zolarini tasviriy san'at bo'lgan muhabbatini yanada yuksaltirdi. Ishtirokchilarning faxriy yorliqlar hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlanishlari tadbirning yanada fayzli kechishini ta'minladi. Karantin qoidalariga rioya qilgan holda tashkilladik tadbirda. Pandemiyani iloji boricha tezroq yengib o'tishimizga bir bo'lgan urinishimizda bir ko'rinishi hisoblanadi. Albatta ijodkor uchun birinchi o'rinda kayfiyat turadi. 20 yilligimiz aynan kuz oyiga to'g'ri kelishi ham bu bir tasodif emas deb o'ylayman. Sababi kuz fasli o'zi fasllarda eng donishmand hisoblanadi. Xuddi shunaqangi kayfiyatni o'zimizning ijodimiz orqali o'zimizga ozgina bo'lsa ham hissamizni qo'shsak, maqsadga erishgan bo'lamiz deb o'ylayman. Shunisi quvonarliki, viloyatimizning tabiati, xalqimiz hayotini rangli bo'yoqlarda tasvirlashda munosib mehnat qilayotgan faxriy rassomlar safiga ko'plab qobiliyatli yosh ijodkorlar kelib qo'shilmoqda. Mushtariy Begim Qurbonova uyushmaning eng yosh a'zosi. Yosh ijodkor bilan suhbatlashganimizda u tajribali usta rassomlar bilan birga Farg'ona rassomchilik maktabini munosib davom ettirish niyatida ekanligini bildirdi. 2019-yili O'zbekiston Badiiy akademiyasi rassomlar uyushmasiga eng yosh a'zo sifatida qabul qilinganimdan juda ham xursandman. Bir yil ichida mana shu ustozlarimdan olgan bilimlarim ostida barcha ko'rgazmalarda faol ishtirok etishga harakat qildim. Ustozlarimdan bilmagan bilimlarimni olib, mana shu ijod namunalarimni yanada takomillashtirib, ko'rgazmalarda ishtirok etdim. Ko'plab xalqaro tanlovlarda qatnashdim. Bundan tashqari respublikamizda bo'layotgan barcha konferensiyalarda ishtirok etdim. Farg'ona dunyoga mashhur rassomlarni yetishtirgan zamin. Maftunkor manzaralari, rang-barang madaniyati bilan ko'plab qobiliyat egalarining qo'llariga mo'yqalam tutqazib ijod qilishga undagan diyor. Tasviriy san'atga berilgan e'tibor, ijod ahlining ruhlantirilishi Farg'ona rassomchilik maktabining yanada taraqqiy etishiga zamin yaratadi. Qing'ir ishning baribir oxiri voy deydilar. Xabaringiz bor, Avto 60 oy mas'uliyat cheklangan jamiyatning mansabdor shaxslari va boshqalarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilyapti. Endi bu ish bo'yicha navbatdagi sud jarayonlari Farg'ona viloyatida davom ettirilmoqda. Eslatib o'tamiz, viloyatdagi jami 1918 nafar jabrlanuvchilar joriy yilning 26-sentyabriga qadar belgilangan vaqt oralig'ida jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyati sudi binosiga kelishlari mumkin. Navbatdagi lavhamiz esa sud jarayonlaridan tayyorlangan. Xabaringiz bor, Avto 60 oy mas'uliyat cheklangan jamiyatga nisbatan sud majlislari boshlangan edi. Ya'ni jamiyat mansabdorlari UzAuto Motors avtomobillarini dastlabki to'lov hamda foizlarsiz fuqarolarga sotishni taklif qilib katta miqdorda pul olishgan edi. Viloyatdan bo'lgan jabrlanuvchilarga qulaylik yaratish maqsadida sud majlislari viloyatlarda ham davom ettirilmoqda. 21-sentyabrdan boshlab jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyat sudida farg'onalik jabrlanuvchilarning so'zlari tinglanmoqda. Jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyat sudi binosida Avto 60 oy mas'uliyat cheklangan jamiyatidan jabrlangan farg'onalik fuqarolar sudda ishtirok etishmoqda. Jabrlanuvchilar UzAuto Motorsning turli rusumdagi avtomashinalarni olish uchun oldindan pul to'laganlar. Mazkur sud jarayonlari jinoyat ishlari bo'yicha Chilonzor tumani sudi sudyasi tomonidan olib borilmoqda. Onlayn tarzda o'tayotgan sud majlisida jabrlanuvchilarning so'zlari tinglanyapti.
Sud materiallariga ko'ra, jamiyat mansabdorlari qisqa vaqt ichida respublika bo'yicha 19300 nafar fuqarolarning 54 milliard 300 million so'm pulini olishgan. Bularning orasida Farg'ona viloyatidan bo'lganlar ham bor. Reklama fler ko'rdim shu yerda. Shu kelib 10-avgust kuni shunga 10 million so'm pul Nexia 3 rusumli transport vositasiga pul to'laganman 10 million so'm miqdorda. Qaysi tashkilotga? Hafta 60 oy degan shu tashkilot flerlarni mana qo'limda turibdi. Hozir shu bo'yicha mana sudga chaqirildi, 1 yildan o'tdi mana. Sababi orada karantin, boshqa shu sabablarga ko'ra keldik. Sudya Chilonzor tuman sudyasi kelib mana o'zlari savol javob qilishyapti hozir kunda. 2019-yilda 20-avgustda o'sha 60 oy firmaga Oqis Parkga 34 million 662 ming 162 so'm to'lagan edim. Foizlari bilan birga, ya'ni tezroq chiqadi deb qiynalib qolmaysiz oylikdan deb. Endi o'zim nima qildim, iltimos qildim, o'sha menga oylikdan oson bo'lsin desam, 1 oyda qilib beramiz deydi. Keyin 20-oktyabrda kelasiz dedi, kelsa nima? Yo'q aka. Keyin nima surishtirsam, shunaqa tergov ishlar bo'lyapti deydi. Prokuraturaga o'tib endi ariza yozdim. Jamiyat mansabdor shaxslari soxta tadbirkorlik, pul mablag'larini noqonuniy jalb etish, firibgarlik va boshqa jinoyatlarda ayblanishyapti. Jinoyat ishlari bo'yicha Chilonzor tuman sudining ish yurituvidagi o'sha hafta 60 oy mas'uliyat cheklangan jamiyati mansabdor shaxslariga bo'lgan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 168 va boshqa moddalar bilan ayblangan shaxslarga nisbatan jinoyat ishi mana ko'rib chiqilmoqda. Bu ishda ob'em kattaligi va jabrlanuvchilar ko'pligi sababli har bir viloyatdagi jabrlanuvchilarga borib, shu viloyatlarda ko'rilmoqda. Mana bundan oldin Andijon viloyatida ko'rib chiqildi. Hozirda Farg'ona shahrida jabrlanuvchilar 1900 dan oshiqligi sababli bevosita sudya shu Chilonzor tuman sudining sudyasi Valiyev Farg'onaga kelib, hozir sud jarayonlari Farg'ona viloyat sudida davom ettirilmoqda. Bugungi birinchi sud majlisi davomida mana farg'onalik 100 ga yaqin jabrlanuvchilar so'rab, ularning fikrlari, ko'rsatuvlari olindi. Ma'lumot o'rnida Farg'ona viloyatidan bo'lgan jabrlanuvchilar 26-sentyabr kuniga qadar soat 9:30 dan 16:30 ga qadar Farg'ona shahri Sohibqiron temir ko'chasida joylashgan jinoyat ishlari bo'yicha viloyat sudiga kelishlari mumkin. Unutmang, hech bir noqonuniy xatti-harakat jazosiz qolmaydi. O'tgan haftaning dam olish kunlarida Butunjahon tozalik kuni Farg'ona viloyatida keng nishonlandi va unda farg'onaliklar munosib faol ishtirok etdilar. Obodonlashtirish aksiyalari Qo'qon shahrida ham ko'tarinkilik bilan olib borildi. Hozir shu haqda 2020-yil 19-sentyabr Butunjahon tozalik kuni dunyoning ko'plab mamlakatlarida bo'lgani kabi serquyosh diyorimizda, jumladan Farg'ona viloyatida ham keng nishonlandi. Mazkur sana munosabati bilan viloyatda tashkil etilgan obodonlashtirish aksiyalarida yurtdoshlarimiz faol ishtirok etishdi. Shu munosabat bilan Farg'ona viloyat ekologiya qo'mitasi, Toza hudud boshqarmasi va obodonlashtirish korxonalari birgalikda bugungi kunda hashar qilib, biz ham butun jahon tozalik kuniga o'z hissamizni qo'shmoqdamiz. Ham xalqimizni obodonlashtirib, chiroyli, toza yurtda kasallik, pandemiya bo'lmaydi. Tadbirlarga viloyat Toza hudud davlat unitar korxonasining 160 ta maxsus texnikasi, 15 ta samosval, 4 ta yuklagich va 9 ta sinizatsion texnikasi jalb etildi. Tashkil etilgan obodonlashtirish tadbirlarida viloyat mahalla xayriya jamoat fondi, viloyat teleradio kompaniyasi hamda shahar va tuman hokimliklar vakillari ishtirok etishdi va jarayonlar viloyat ommaviy axborot vositalarida yoritildi. Shaharlarda o'tkazilgan tadbirlar davomida 15 mingdan ziyod ko'ngilli faol ishtirok etdi. O'tkazilgan hasharlarda shahar va tuman hududlaridan 520 tonna, joylardagi qabriston va ziyoratgohlardan 67 tonna maishiy chiqindi beminnat olib chiqilib, hududlar toza holga keltirildi. Qing'ir ish keltirar tashvish deydilar. Noqonuniy harakat baribir oshkor bo'ladi. Viloyat bojxona idorasi mutasaddilari tomonidan noqonuniy mollar savdosining oldi olindi. Farg'ona viloyati bojxona boshqarmasi kontrabandaga qarshi kurashish va bojxona auditi bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan navbatdagi tezkor tadbirda Quvasoy shahrining chegaraoldi hududidan shubhali harakatlanayotgan Nexia rusumli avtomashina kuzatuvga olindi.
Natijada yana bir noqonuniy harakatga chek qo'yildi. Avtomashina Toshloq tumanida to'xtatilib, xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda, uning saloni va yukxonasida mamlakatimizda savdosi cheklangan, qiymati 18 million so'mlik, jami 3600 dona cho'g'lama lampochkalar borligi aniqlandi. Hozirda holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari davom ettirilmoqda. Huquqbuzarlik va jinoyatchilikning oldini olishda profilaktik tadbirlarning ahamiyati katta. Farg'ona tumanida bu borada olib borilgan ishlar bilan tanishamiz. Tinchlikni asrab-avaylash har bir hamyurtimizning muqaddas burchi va vazifasi. Bu borada Farg'ona viloyat Ichki ishlar boshqarmasi, huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi hamda uning quyi tizimlarida faoliyat olib borayotgan xodimlar ham o'z xizmat vazifasiga sodiq qolib, xalqimiz osoyishtaligini ta'minlab kelmoqda. Payshanba profilaktika kuni munosabati bilan Farg'ona tumanida ham muntazam tadbirlar tashkil etib kelinyapti. Xabaringiz bor, karantin munosabati bilan viloyatimizda ham ta'lim muassasalarida o'qitish jarayoniga bir qator tartib-qoidalar joriy etildi. Mazkur tumanda ham ayni holatlar hisobga olinib, profilaktika inspektorlari tomonidan ta'lim muassasalarida o'qituvchi va o'quvchilar ishtirokida muntazam targ'ibot ishlari o'tkazilishi yo'lga qo'yilgan. Bizning maktabimizdagi ishlarni olib borishda ichki ishlarda hamkorligi juda katta bo'lyapti. Haftaning har payshanba kuni ichki ishlar bo'limidan vakillar kelishib, mana shu COVID-19 kasalligini oldini olish, ularga yo'liqmaslik chora-tadbirlar to'g'risida turli tushuntirishlar olib borishyapti. Maktabga begona shaxslarni kiritmaslik bo'yicha, keyin o'sha testdan o'tilmagan shaxslarni maktabga qo'yilmaslik bo'yicha juda katta yordamlarni berishib, o'sha yerda turmuncha birgalikda faoliyatni olib borishyapti. Tuman markazidagi jamoat joylarida kuzatuv kameralarining o'rnatilganligi hududdagi jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni oldini olish va fosh etishda qo'l kelmoqda. Qolaversa, ichki ishlar organlari xodimlari ijtimoiy vaziyat barqarorligini ta'minlash, fuqarolarning karantin qoidalariga qat'iy amal qilishlarini nazoratga olishgan. Bu borada eng chekka hududlargacha yetib borish maqsadida mahalla bilan hamkorlikda uchrashuvlar, muhokamalar tashkil etilmoqda. Mahalla faollari va aholi vakillariga jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni oldini olishdagi zarur chora-tadbirlar yetkazilyapti. Ana shunday jarayonlarning birida ushbu ayol turmush o'rtog'ining muntazam ichkilikka ruju qo'yganligi, buning ortida oiladagi ijtimoiy muhit abgor ahvolga kelib qolganligidan shikoyat qilib keldi. Ayol bilan xotin-qizlar masalalari bo'yicha inspektor va mahalla raisi suhbat o'tkazdi. Ushbu holat bo'yicha biz kerakli hujjatlarni rasmiylashtirib, himoya orderida barcha cheklovlar bilan tanishtirib o'tdik. Bu fuqaroga turmush o'rtog'idan ruhiy ta'ziq va zo'ravonlik o'tkazilayotganligi sababli himoya orderi berib, ushbu fuqaroni o'z himoyamizga olamiz. Darhaqiqat, bugungi ijtimoiy murakkab vaziyat har birimizdan katta mas'uliyatni talab etyapti. Bu esa sodir etilayotgan jinoyatchilikni barvaqt oldini olish samaradorligini oshirish, bu borada o'rnatilgan mexanizmlarni amalga oshirishni ta'minlashda davlat hokimiyati va boshqaruv organlari hamda jamoatchilik tuzilmalarining kuch va vositalarini muvofiqlashtirgan holda safarbar qilish, shuningdek huquqbuzarliklar profilaktikasi sohasida ularning mas'uliyatini yanada oshirishda muhim ahamiyatga ega bo'lmoqda. Tabiiy go'zal iqlimi, mehmondo'st xalqi bilan doim taratgan Farg'ona tumanida ham ayni ishlar muntazam yo'lga qo'yilgan. Endi esa dasturimizni xorij yangiliklari bilan davom ettiramiz. So'z hamkasbim Sanjar Jo'raboyevga. Dunyodagi yirik tiranozavrlardan birining skeleti auksion savdosiga qo'yiladi. Tiranozavr skeleti uni topib olgan paleontolog sharafiga Sten deb nomlandi. Uning yoshi 67 million yilga teng. Christie's auksion savdo uyi vakillariga ko'ra Sten 6-8 million dollarga baholanishi kutilmoqda. Tiranozavrning bo'yi 37 fut. Bu taxminan 12 metr degani. U 67 million yil ilgari yer yuzidagi eng vahshiy hayvonlardan biri bo'lgan. Hakerlar bemor o'limiga sabab bo'ldi. Düsseldorf universiteti kasalxonasi IT tizimiga uyushtirilgan hakerlar hujumidan so'ng bemor vafot etgan. Bir hafta oldin hakerlar kasalxonadan pul talab qilib serverni qulflab qo'yishgandi. Shifokorlar esa og'ir ahvoldagi bemorni boshqa shifoxonaga ko'chirishga majbur bo'lishgan. Biroq shunga qaramasdan bemor vafot etgan. Politsiya hakerlar bilan aloqaga chiqib, vaziyatni ma'lum qilganidan so'ng kiberjinoyatchilar serverni ochish kodini aytishgan. Prokuratura bu holatni ehtiyotsizlik sabab qotillik sodir etish deya baholagan. Hakerlar hujumi oqibatida muassasaga katta ziyon yetdi. Kompyuter vositalari hafta davomida ishlamagan. Ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi oyda Germaniyada universitet va tadqiqot muassasalariga bir necha bor kiber hujum uyushtirilgan.
Italiyada parlament a'zolari sonini 3dan 1 qismga qisqartirish uchun xalq referendumi o'tkazildi. Bundan tashqari mamlakatning 7 ta viloyati va minglab shaharlarida mahalliy hokimiyat organlariga saylov bo'lib o'tdi. Referendumda 50 milliondan ziyod italiyaliklar ishtirok etishi kutilgandi. Parlament islohoti senatorlar sonini 315 tadan 200 taga, deputatlar palatasi a'zolari sonini esa 630 tadan 400 tagacha qisqartirishni ko'zda tutadi. Mazkur taklif o'tgan yil oktyabrida parlamentning har ikki palatasi tomonidan ma'qullangandi. Agar u rasman tasdiqlansa, 2023-yilgi parlament saylovlarida nomzodlar soni kamayadi. Axborotlar ko'p, jarayon esa to'xtagani yo'q. Mana shu hayotning shirin tashvishlari orasida o'zingizni ehtiyot qiling. Kasalliklardan yaqinlaringizni ham asrang. Zero bebaho umr insonga bir marta beriladi va undan oqilona foydalana bilaylik. Yana yangi xabarlar bilan e'tiboringizda bo'lamiz. Xayr, salomat bo'ling.